zo harfi arab tilidagi yo'g'on talaffuz qilinadigan harflar sirasiga kiradi va zal harfidan farqli jihati zal harfi tilni orqasi ko'tarilmagan holatda, tillar erkin holatda talaffuz qilinadigan bo'lsa, zo harfi tilimiz tishlar orasidan biroz chiqadi, xuddi zal harfi singari va tilni orqasi shu bilan birga ko'tariladi va og'zimiz to'liq talaffuz qilinadi. Ya'ni zo, zi, zu shaklda yo'g'on talaffuzga ega harf bo'ladi va zo harfimizning sifatlari birinchisi yo'g'on, ya'ni isti'lo harflar sirasiga kiradi. Agar fatha bilan keladigan bo'lsa, za shaklida emas, balki zo shaklida talaffuz qilinishi lozim bo'ladi. Zo harfimizning ikkinchi sifati bu havosiz, ya'ni jahr holatida talaffuz qilinishidir, ya'ni az holatda talaffuz qilganda og'zimizdan havo chiqmasligi lozim bo'ladi va uchinchi sifati zo harfi ham rohova harflar sirasiga kiradi va sukunli shaklda ko'proq ushlab turiladi, ya'ni al shaklida